Avvalambor bugun mana bizni 14-sonli bolalar muzika san'at maktabimizga mehmonlarimiz xush kelibsizlar. Avvalo bugun mana ijod maskani doirasida mana bo'lib mana hozirgi oyimiz damli zarfli cholg'ular oyi bo'lganligi uchun Sherali Jo'rayev nomidagi oliy maktab o'qituvchilarini taklif qilganmiz. Mard o'g'lon davlat mukofoti sovrindori Akmaljon Sattarov boshchiligidagi guruh tashrif buyurgan. Qolaversa mana shu qanday buni yoshlarimiz o'tiribdi Akmaljon, bu yutuqlarga qanday erishgansiz, ijod qanaqa bo'lyapti, shular haqida ham suhbat qilsak-da bular bilan, ham ijodiy uchrashuv qilsak. Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz o'quvchilar. Bugungi uchrashuvimizdan juda ham xursandmiz biz. Albatta yurtboshimiz muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hozirgi kunda yoshlarga juda ham ulkan sharoitlar yaratyapti. Agar bilgan bo'lsanglar, ushbu sharoitlardan unumli foydalangan holatda yaqindagina 30-iyun yoshlar kuniga muhtaram prezidentimiz tomonidan Mard o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlandim. Hozir mana Buxoroy oyligi doirasida hamma musiqa maktablariga borib iloji boricha suhbatlashib, targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. 100 ta cholg'u bo'lsa, albatta ulardan ko'ra bir pog'ona oldinda yurmasa, u yaxshi dirigent bo'la olmaydi albatta. Cholg'umiz haqida davomimizni iltimos qilamiz. Ozgina shu ma'lumot berishga harakat qiladi. Bevosita saksofon sozi haqida gap ketar ekan, avvalambor bu saksofon sozi juda ham mashhur bo'lgan Antoine Joseph Saks tomonidan yaratilgan. Biz xarakterli cholg'ular sarasiga kiradi. Bu nomi truba cholg'usi. Nima uchun xarakter deganda hozir biz umumiylashtirib kuy ijro qilib beramiz. Haqiqatdan bu xarakterni ko'rsatib, asosiy temalarda, asosiy xarakterlarda shu cholg'u ko'rsatib beradi. Bu cholg'ularda turlari bor. Karnet cholg'usi bor. Undan tashqari yana kichkina altoviy turbalarimiz bor. Shunaqangi turbalar nimalari mavjud. Hozir birgalikda sizlarga bir asar ijro qilib beramiz. Bugungi suhbatda juda mamnun bo'ldi hammasi. Bular nomidan jamoamiz nomidan hammalarga katta rahmat. Akmaljon boshchiligidagi rahmat katta. O'quvchilarimizga rahmat katta. Sog' bo'linglar.